Jaloliddin Manguberdi nomidagi Harbiy akademik litseyda Urganch harbiy prokuraturasi va Xadicha Sulaymonova nomidagi Respublika sud ekspertiza markazining viloyat bo'limi bilan hamkorlikda seminar tashkil etildi. Mavzu tafsilotlari muxbirimiz lavhasidan o'rin olgan. Tadbir Harbiy akademik litsey kursantlari uchun zamonaviy ekspertiza imkoniyatlari mavzusida tashkil etildi. Uchrashuvda yoshlarga ekspertiza turlari, zamon talablari asosida mutaxassislarga yaratilgan sharoitlar hamda sud ekspertiza sohasidagi islohotlar va yutuqlar to'g'risida to'liq ma'lumotlar berildi. Tadbirda qatnashchilarga sud ekspertizasi markazining viloyat bo'limi faoliyati va sud tergov jarayonlaridagi ahamiyati, sud ekspertizasi imkoniyatlari tushuntirildi. Tergov ishlari amaliyotida prokuratura organlari tergovchilarga ko'mak berish ham ta'kidlandi. Yoshlar odam DNKsi sud biologik ekspertizasi bo'yicha anonim tartibda murojaat qilish mumkinligi haqida ham tushunchalarga ega bo'ldilar. Xadicha Sulaymonova nomidagi Respublika sud ekspertiza markazi Xorazm viloyat bo'limi yangi asbob-uskunalar bilan jihozlangan. Ushbu asbob-uskunalar yordamida zamonaviy ekspertiza imkoniyatlaridan foydalanib, yangi tadqiqot turlarini joriy qilinyapti. Uchrashuvda sud ekspertizalari o'tkazish asoslari, o'tkazish tartibi, sud ekspertizasiga ashyoviy dalillarni taqdim qilish, uni saqlash tartibi to'g'risida sud ekspertizasining zamonaviy imkoniyatlari haqida ham o'quvchilarga batafsil ma'lumotlar berildi. DNK ekspertizasi o'zi nima, qanday tartibda o'tkaziladi, kimlar murojaat qilishi mumkin, sud tergov organlaridan tashqari jismoniy shaxs sifatida murojaat qilib DNK ekspertizasi o'tkazish mumkinmi? Bular xususida ham o'quvchilar bilan fikr-mulohazalar almashdik. Ekspertiza nima, uni o'tkazish tartibi qanday bo'ladi, shuningdek u qanday masalalarni hal qilishi borasidagi ma'lumotlar bilan tanishish ishtirokchilar uchun qiziqarli bo'ldi. Bugungi uchrashuvda sud ekspertizalar qanday bo'lishi haqida ko'plab ma'lumotlar oldik. Mutaxassislar bizga o'z bilimlarini va tajribalar qanday amalga oshirilishi kerakligilarini o'rgatishdi. Ma'ruzalarni tinglab ko'rdimki, bu soha juda ham qiziqarli ekan. Bu sohaga men ham qiziqib qoldim. Harbiy litsey o'quvchilari bilan o'tkazilgan uchrashuv samimiy hamda fikr-mulohazalarga boy bo'ldi. Yoshlar o'zlarini qiziqtirgan ko'plab savollarga ekspert va harbiy prokuratura xodimlaridan javob ham oldilar.